Assalom. Hozir bitib qoldimi? Mana. Sonlari yaxshimi? Zarubejniy qanaqa bo'lsin deganingizga shunaqa qildim muzikani. Yaxshimi? Bagati chiqib qoldi. Qanaqa repetitsiya ham cho'zilib ketdi. Ha, she'rini keltirib olish qiyin bo'ldi, ham tomog'im bo'g'ilib qolgan. Shuning uchun hozir ovoz yoza olmaymiz, student tayyor-ku. Inglizcha so'zlarni anaqa qildingizmi? Talaffuz qilishlarni sal. Ha, Inglizcha deyapsiz-ku. inglizcha qilyapmiz, inglizcha qilib tarjimalarni qilib inglizchaga aylantirdim, lekin juda ta'sirli qo'shiq bo'ldi. Nomini ham Yes deb qo'ydik. Xuddi ovoz yo'qga men ma'nosini tushunmadim, o'sha endi o'zidan eshitamiz hozir. Ha, hozir Yes degan qo'shiqning ma'nosi sallohasi Yes. Buni hozir bitta degan ma'no ekan. Hozir eshitasan, tayyor bo'lsa qo'yib yuborsak, boshlab olaman. Ashulasini boshlang, ashulani. Ashula qatida ashula. Eting. Boshlang. Ha. Yes. Voy. Hadi, ashulani aytdingizmi hozir? Ha, Yes deganni eshitmadingmi? Ha. O'sha yerda qo'shiq nomi Yes. O'sha qo'shiq edi. Ha, o'zi Yes deganda ham ma'noli chiqqanda ko'rdingmi? O'zi bo'lmadimi yozishi? G'ij ma'no. Talaffuzingiz ham albom chiqarsangiz bo'lar ekan. Ha, chiqarib. Endi yana bir yozgan, yana bitta bundan ham zo'r, og'irroqdan yozgan. Og'irroq? Yozgan she'rimni nazm ortib qo'ygan joyi bor-da, o'zini nomini No qo'ydim. Qarab, Yesga No, rosa ikkinchi fasl deydi, bajarib qo'yib yuboradi.